dedi. İnnahum intalaqu ila ayatin nazalat fi kuffar faja'aluha alal mu'minin. Xarijitlar kafirlar joyli tusgan oyatlarni olib, ularni iymon keltirgan iymonlilarga qo'ldadi. Ya'ni bu oyatlar musulmonlarga baylanishli emas edi. Bu kafirlarga baylanishli edi. O oyatlarni olib musulmonlarga qo'ldanuv, so'zim musulmonlarni o'sha oyatlarga qarab kafir nemesi mushrik nemesi munafiq deb aytuv shariatda dinimizda ulkan zulmlikqa jatadi. Bu shekdan shig'u, bu adasuv, bu shariatda sirot-i mustaqimda bo'lmagan ag'amlarni yo'li. O'zi aqidaga chaqiruv degan sabag'ini 13-minutida aytadi. Tavhidni ustanuvchi kishi o'zini shirkdan, mushriklardan pak ekanini jariyalamagancha ol adam muvahhid, tavhid egasi deb aytilmaydi deb aytadi. Qalay endi bu? Ol yerda kelib endi bir adam namozni boshlagan bo'lsa, jalg'iz alg'a qulchilik etib turgan bo'lsa, bu endi tavhidni jariya etuv degan bo'lsin so'zi, ana aka sheshalarimizni tavhid yo'q, ular mushrik, biz musulmonmiz, biz muvahhidmiz degan ma'noni olib keladi. So'ndaqdan da odamlarga bunday xavfli so'zlarni aytuvga bo'lmaydi. Bu kishi bu yerda Yusuf surasindagi va ma ana minal mushrikin degan payg'ambarimizga aytilgan Allohning so'zini keltiradi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qul hadihi sabili, ayt mana o'si meni yo'lim, adu ilallohi ala basira, o'sha yo'lga men basirat, donalik bilan, g'ilim bilan chaqiraman. Ana va manittaba'ani, menda jani ma'an yergenderdi. Fasubhanallohi va ma ana minal mushrikin, men Allohni paktayman, men mushriklardan emasman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushriklardan emasman degan so'zi ana Abu Jahl siyaqti, Abu Lahab siyaqti Quraysh mushriklaridan emasman, men ularni yo'lida emasman degan ma'noni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda jariya qiluvni Alloh taolo buyurdi. Ya'ni bo'l degani men musulmonman deb Ali islomda o'rindamay turgan odamlardan men pokman, ular mushrik, men musulmonman degan ma'no kelib chiqmaydi. Odan keyin ol kishi mushriklarni qo'jati degan bir saboq yurgizadi. Sol saboqda 8-minutida aytadi. Al bugungi kundagilar ata bo'lib nasihat aytadinlar, ne o'ylaydi? Onday odamlar o'ta ko'p emasmi? Demak, dal solay ulardan atalari nadan bo'lganlikdan, ulardan atalarında aql bo'lmaganlikdan Alloh taolo talay oyatlarda ularni jag'dayin bayondab aytdi deb keltiradi. Endi bu saboqda tindaytin bo'lsak, Qur'onda negizinde Allah subhanahu va taala Qur'onda aytadi. Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh. Eğer sen mushrik bo'lgan odamlarga Allohga tushirgan Qur'onga ilesinglar deb aytsang, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Biz atalarimizni qay yo'lda topgan bo'lsak, so'larga ilesamiz deb aytadi. Avalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an va la yahtadun. Eğer ularni atalari aql yuritmagan, aqlli bo'lmagan, hidayat topmagan bo'lsama deb Alloh taolo aytadi. Endi bu oyat jo'g'arida aytganim siyaqda kafirlar, mushrik bo'lganlarga baylanishli oyat. Endi buni olib ana yerdagi qozoq odamlarga, elga men musulmonman degan odamlarni seni o'zingdek kafir, atangdek kafir, atani so'zini aytsa, ol qalay kafir bo'lsa, sen de solay kafirsan degan siyaqda va'z kelib chiqdi bu oyatlarning natijasida. So'ndaqdan da bu da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda bizga olib kelgan shariatiga saykiz kelmaydi. Tag'i o'sha mushriklarni qo'jati degan sabag'in 27-minutida ol kishi aytadi. Al bugun kunda o'kinishga o'ray la ilaha illalloh deb aytatin kishilar hech qanday g'ibodat jasamaydi. Ya'ni qaraytin bo'lsa qabrga, arvoqqa, qabrga tabinib yuradi, tasdan qo'rqadi, ağaçdan qo'rqadi, o'slardan bir ziyon kelib qoladi deb qo'rqadi. O'liklardan, tirilardan deb qo'rqadi, bardan qo'rqadi, avliya, arvoq deb qo'rqadi ulardan deb so'zlar qaray, kim eğer o'sha odamlarni iymonda, mo'min deb aytsa,
solar adasqanlar. Ya'ni adasqanlar bunday odamlarni iymoni deb aytadi deb keltiradi. Eng birinchi, shariatda kim agar la ilaha illalloh және Muhammadun Rasululloh desa, biz uni musulmon deb aytamiz. Shariatda amallarni o'rindamagan uchun biz uni gunohkor deb aytamiz. Uni kafir deb aytmaymiz. Bu ko'p ulamolarning so'zi, Abu Hanifa, Malik, Shafiyning so'zlari, Jamahirus salaf val xalaf bo'lgan ulkan jamoat bo'lgan ulamolarning so'zi deb Imom Navaviy rahimahulloh keltirgan. Endi la ilaha illalloh deb aytadigan odamlarda hech qanday ibodat yo'q. Qaydan biladi hech qanday ibodat yo'q ekanini? El tamoqdan bunun bismillah deb aytadi, tamoqdan so'ng alhamdulillah deb aytadi. Qancha o'rinlarda Allohga shukr degan so'zlarni aytadi. Elda og'zida ibodat bo'lgan so'zlar ko'p. Elda amaldarini bo'lsa barin baqilab yurgan yo'q qo'y. Endi mana yerga kelatan bo'lsak, mana qabrga tabunu shariatda tiyim solingan. Buni shirk amal deb aytamiz. Qabrga tabunudan musulmon odam negizinde qashuv kerak. Biroq o'l yerda qabrga tabunib yurgan odamlar, nemesi arvoqa siyinu degan aqidamen yurgan odamlar, ularga shariatni o'rgatuv kerak. Bu Allohning diniga qarama-qarshi, bu Allohning yo'li emas, bu Allohga sherik qo'shuv degan so'zlarni ularga o'rgatuv kerak. Odan keyin ularga hukm chiqaruvga bo'lmaydi. Bir odamni amal jasagan amal uchun birden uni mushrik kafir deb aytuga bo'lmaydi. Ne uchun? Shariatda erejilar bo'lgani uchun. Endi biz o'shunday deb aytsak, ol kishilar kim bo'l odamlarni musulmon deb aytsa, ular adasqanlar bo'ladi deb o'zlarining boshqa odamlarni adasqan deb aytgani shariatda durust emas. O'tkeni la ilaha illalloh және Muhammadun Rasululloh degan odam ol musulmon. O'sha la ilaha illalloh degan so'zini o'zida tavhiddir. Ya'ni yolg'iz Allohdan boshqa qulishlikqa loyiq hech qanday iloh yo'q, hech qanday xudo yo'q degan so'zni o'zi tavhid. O'sha yerdan boshlab tur. Sol kezi 10 yil burun bu so'zni aytib, ali namoz boshlamagan odamlar bugungi kunda Allohga shukr ko'p odamlar namoz o'qiydi, ko'p odamlar jumaga keladi. Bundan da keyingi yillarda ularning soni ko'payadi. Bu shirk degan qilmislar elimizden kete bastaydı deb Allah'dan umid etamiz. O'sha so'zlarga qaraganda bu Halil degan ustozni saboqlarini tindovga bo'lmaydi deb aytamiz. Onu saboqlari bizga yaxshilik akelmaydi. Bu saboqlar men yelda baxtli bo'luga, qarang'ulikdan nurga chiquvuna sebep bo'ladigan ustoz emas deb bilamiz. O'tgan u kishining ortidan qolgan odamlarga qaraganda o'slay natijani aytamiz. Allohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.